Siz rostdan o'qishga kirgizmoqchimisiz? Rost, ha? Meni подписчиklarimni bitta odam o'qishga kirgizmoqchimisiz? Именно sizdan подписчиklaringizdan bitta odam besplatno o'qishga bermoqchiman. Aka, давайте bunday qilamiz. Bitta emas, ikkita, bitta o'g'il bola, bitta qiz bolani o'qishga kirgizamiz. Meni shartlari nima? Shartlari kommentariyada yozasizlar. O'zingizlar qaysi o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, cho'tkib yozsanglar, Jasurga zo'rini tanlaylar. O'zim lishni tanlayman, o'qishga kirgizasiz. Besplatno. Javobmi? Javob. Videoni oxirigacha ko'ring, kommentariyaga yozing, lishni o'zim tanlayman, biroq o'qishga kirgizasiz. Videoni ularga ko'rsatib ham o'taman. Men yoshligimdan orzu qilaman, o'qishga kirib, oliy ma'lumotli bo'lishni. Men nihoyat o'zim xohlagan o'qishga kirdim. Mana menda original diplomim va o'qishga kirganligim haqida qog'ozlarni olib berdi. Bu xursandchiligimda sizlarga ulashmoqchiman. Bu reklama emas, bu chista tavsiya. Bu xursandchiligimga katta hissasini qo'shgan birinchi o'rinda Ma'ruf aka. Brat, sizga kattakon rahmat. Bu reklama emas, bu ichimdan chiqadigan gaplar aka. Kirolmaganman, hal qilolmaganman. O'shaning qo'limda любой joyga tushsam yetgan. Bilmayman, endi menga kelganda menga problema bo'lgan, hal qilib bera olmaganman. Nasib qilmagan ekan. 26-yil nasib qilgan. Vot, nasib qildi. Siz tufayli o'qishga kirdim. Rahmat. Xudo xohlasa, o'qish jarayonlarini, diplom olaman, nasib qilsa. Bu qiziqqanim bunga. Buni orqasida men pasportimni olamanmi? Pasportdan olasiz, yana yaxshi joylarga ishga ham kirib ketasiz. Oliy ma'lumotli telefon qilib, svязda qilamiz.